Davlat Uçur Aloqa Ministerligi uqtirish tushiribdi-da, Şinjangda har xil jutlar bor ekan. Shu jutlarning o'zgacha yerlik shevilari bor ekan. Telefondagi xanzucha eskartmalarning uyg'urcha tarjimasini shu yurtlarning o'zining yerlik shevisi bo'yicha ishlanglar, ular texmi oson, qolaylik tushunsin debdiki. Aloqa shirkati shu telefon to'xtab ketdi degan gapning o'zini har xil yurtlarning shevisida sinaq tariqasida ovozga tayyorlabdi. Buni anglab Qashqar bir do'stimga telefon urib qoldimda, "Ning hao, ning bu da yongfu yitingji." Assalomu alaykum. Aysa, telefon qalanda furab to'xtab qopti. Avarilib tinchi telefon urayvergicha uydan berib baxmanma. Deydi. Shuni bilan voy deb xotin ko'rdimda, xotin ko'rsam, "Obdan tildima. Ay sizga telefon olgan telefon endi to'xtab qolildi. Ko'rish qilolmaydi. Telefonga pul jalab qilib urmaxva. Ya olmasa man qala, yo'rin qaytib bitta qaytish deb meni qaytishni jalısınız bu tama." Deb şunun bilan turpan urpaqa deb turpanniki ko'rdimda, ursam, "Yo'ppe, ey! Mayna tinchi telefonga telefon uralverimda, dabaytni nechga ketdi telefonladim. Pujalab urpasaman poqvashi." Voy, ajoyib gap qildi kelar bo'ladi. Qiziqib qoldimda, bo'ldigan yaxshi ish ekan bu. Deb oqsu kuchadi birog'idan bor shuni ko'rdimda, ursam, "Tinchlikmi? Yaxshi to'limi? Hapimizli ya bu telefon to'xtab qopti. Puljalı etsem puljalı bulmaydı. Üngel gap chiqib turdim maynax. Deydi? Voy, bo'g'dek qo'dib, g'ulji urib baqdimda, usam, "O, soqon bu telefon to'xtab ketdi qo'y, bu tinchi telefon qilib ursan undan-da." Voy, tinchi telefon qilib urmadikchi, uyga berib baqsam undan. Deydi? Voy, maqamlashdi. Deb Ürümchi bir muxbirog'idan bordi, shuni urib mush xabarni bir yetkizib qo'yay deb ursam, uning telefoni ajoyib, "Ning hao, ning bu da yongfu yitingji" deb. "Vahma, ya daşyam. Ya telefonlar çenfendigna, çenfen. Ya pul canlaydısan bu kızlardan aşmayıvatlan pul diyen. Qaddan qısan bular daşyam. Buradan dinkin pul canlaydı kurbaka daş." Deydi. Şunun bilan qanday qısam bular deb o'ltirib kelpindi birog'ini ko'rib qoldimda, ursam unutilsin. "Yali qalbi, TikTokda qolgan telefonni telefonsang olinamdi. Puljalib bo'lsang olmamdi. Qalbi ekan. Kuku, tenji telefonim telefonasi bo'lamdi." Deydi, "Ay, chiqimni qanday qilishimni bilmay, shumishda datlab o'zim bilan o'zim qiynab o'tirib qoldim danglar. Hey dedim, hey dedim."